Shu namoz o'qimaydigan odamlarga hayron qolaman. Alloh taolo har kuni 5 marta bizni har birimizni chaqiradi. Tasavvur qiling, har kun Allohni nido qiluvchisi nido qiladi. Allohu akbar deydi. Alloh eng buyukdir. Tur namozga. Yana bir marta Allohu akbar. Alloh eng buyukdir. Tur namozga. Qo'y bu narsalarni hammasini. Allohdan buyugi yo'q. Yana bir marta Allohu akbar, Allohu akbar. Ana undan keyin Alloh taolo yana eslatadi o'sha nido qiluvchi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beraman Allohdan o'zga iloh yo'q. 2 marta aytiladi. Keyin yana guvohlik beraman ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Guvohlik beraman Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisidir. Ya'ni bular hammasi chaqiriq bizni. Alloh taoloning lutfidan har kun 5 marta bizni chaqiradi Alloh. Hayya alas solah, namozga shoshiling. Hayya alal falah, najotga shoshiling. Keling najotga. Allohu akbar yana bir marta. Alloh eng buyukdir. Allohu akbar, Alloh eng buyukdir. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga ibodatga haqli zot yo'q. Alloh bizni har kuni chaqiradi ibodatiga. Endi shuncha chaqiriqdan keyin sizni tasavvur qiling, podshohlarni podshohi chaqirib tursa-yu, siz o'qimayman, yo'q deyishligingiz qatdan bunaqa jur'atli bo'lishi mumkin inson. Alloh taoloning rahimligidan, lutfidan bizni har kun namozga chaqiradi. Shuning uchun Allohni nido qiluvchisi nido qilganda labbay, bu Robbim meni chaqiryapti namozga deb shavq bilan turib Allohga ibodat qilishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni o'ziga komil ibodat qiladigan bandalardan qilsin.